Zahrom sen yo'qmi? Oyi, mana kardiganni olib bering. Atigi 800 ming ekan. Buncha yaxshi. 8 million bo'lganda olib berardim-da. Mayli. 800 ming pul topishimni qancha harakat qilganimni bilasanmi, a? Ya o'ylamay yetmay 800 mingga olib bering deydi. Mushta bolaga balo bormi senga 800 mingga? Oh no, mommy. Buncha pulni senlarga qaydan olib beraman men? Pul zavotim bormi? Anaqa bilasanmi? Oyi, geografiya ustozim satli olib beringlar deyapti. Olib bering. Aka. Voy, o'zi yaqinda konservar olib bergan bo'lsam, formani olib bergan bo'lsam, funtinggacha pulni to'lab qo'ygan bo'lsam, yana qanaqa atlas, yo xudoyim, men pul zavotim bor, yoki pul ishlab chiqaraman. Shuncha pulni senga qaydan olaman, a? Sizlar o'ylaysizlar, mana oyim ko'chaga chiqadi-yu, shipirib pul topadi deb o'ylaysizlar shekilli, a? Bo'ldi, oyijon, qizildan olib ishlataveraman. Buncha pulni siz qayerda ishlab topasiz ekan? Men hayron qolyapman. Ha, mana shu uyda ishlayapman. Ha, ovqat qilyapman, 3 mahalla kir yuyapman, uborka qilyapman, hamma yoqni yig'ishtiryapman, dazmol qilyapman. Ana shu uchun erim menga oylik to'layapti, nima edi? Qo'yli, eringiz zo'r yigit ekan. Nima demoqchi edingiz, gapiring endi. Yo, shu eringiz bergan puldan 300 ming benzinga qarz so'ramoqchi edim. Tavba qildim. Shuhratdan beminnat qarz so'rab turaveraman. Rahmat sizga. Yaxshi qilibsiz, o'z pul yo'q edi. O'zing bergan pulni o'zing ololmasang, qanaqa zamon bu-da?